Yoshlarni futbolga bo'lgan muhabbatini uyg'ota olgan Muhammad Umar Elmurodzoda Muhammad Ali Begaliyevni bugun mehmon qilib chaqirdik. Qaysi futbolchiga muxlislik qilasizlar? Abbos Fayzullayev, Messi, Kevin De Bruyne. Shu bolalar zo'r deb kimlarni ayta olasan? Do'stlik jamoasidagi Timurni ayta olaman. Paxtakorda nimaga urg'u beriladi? Feniksda nimaga urg'u beriladi? Feniksda chustamichalik qildiradi. Paxtakor senga qaysi taraf bilan yoqadi? Hamma pas bilan o'ynash yoqadi. Eng yaxshilardan biri bo'lishingga sababchi bo'lgan ustozing? Fazliddin Xolmurodov, Azzakam, Stanislav Petrovich. Assalomu alaykum hurmatli Soccer Kids kuzatuvchilari. Efirda men Murod Nabiyev, Kelajak yulduzlari 2-soni. Ketdik. Bugungi mehmonimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini juda ham yaxshi taraflama namoyon etib, shiddatli o'yinlari, ajoyib drifti va juda ham ko'p insonlarni, ya'ni yoshlarni futbolga bo'lgan muhabbatini uyg'ota olgan Muhammad Umar Elmurodzoda Feniks jamoasi a'zosi va o'zini qahramonligi bilan, intiluvchanligi bilan haqiqiy jangchi o'zida haqiqiy jangchini kashf qila olgan Chig'atoy jamoasi a'zosi Muhammad Ali Begaliyevni bugun mehmon qilib chaqirdik. Muhammad Umar, o'zing to'ringda kuzatuvchilarimizga informatsiya bersang. Sizlar to'ringizda juda ham ko'pchilik qiziqish bildiradi, boshqa bo'ladi. Shunga o'zing to'ringda informatsiya bersang. Familiyam Elmurodzoda, otim Muhammad Umar. Men 10 yoshdaman, hozir Feniksda o'ynayman. Молодец. Muhammad Ali? To'liq ismi sharifim Begaliyev Muhammad Ali. Hozirda Chig'atoy futbol klubida o'ynayman. 2014-yil tug'ilganman. Молодцы. Muhammad Umar, sendan boshlaymiz. Futbolga kirib kelishing, mana hozir 10 yoshga to'lding. Futbolga kirib kelishing dastlabki qadamlaringni esla olaysanmi? Necha yoshdan boshlab futbolga kelgansan? Birinchi ustozlaring kim? Men 2 yoshimdan futbol boshlaganman. Birinchi ustozim Adam, ikkinchi ustozim Dada Yura, uchinchisi Abu aka, to'rtinchisi Azzaka, beshinchisi Timur aka, oltinchisi Stanislav Petrovich. Молодец. Muhammad Ali? Mening birinchi ustozim Fazliddin Xolmurodov, ikkinchi ustozim Botir Xoliyev. Молодцы. Hozirda Chig'atoy jamoasi ustozing Botir Xoliyev. Botir Xoliyev. Muhammad Umar, hozirgi Feniks jamoasining ustozing Stanislav Petrovich. Молодцы. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. O'zbek futbolidan qaysi futbolchiga muxlislik qilasizlar? Muhammad Umar, sendan boshlaymiz. Men Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanovga muxlislik qilaman. Молодцы. Muhammad Ali? Men Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanovga muxlislik. Молодцы. Chet el futbolidan-chi qaysi o'yinchilarga muxlislik qilasizlar? Qaysi komandalarga muxlislik qilasizlar? Muhammad Umar? Barselonaga muxlislik qilaman, Messiga, Ronaldoga. Ko'pchilik mana bitta o'yinchini aytadi. Yo Messi, yo Ronaldo deydi. Mana hozirga e'tibor berib tursam, ham Messini aytib o'tding, ham Ronaldoni. Messi qaysi jihatlari bilan senga yoqadi? Ronaldo qaysi jihatlari bilan senga yoqadi? Messi hammadan o'tib ketishi, zo'r paslar yoqadi. Ronaldoniki uzoqlardan gol urishi, kalla urishi, uzoqlardan tepishi. Молодец. Muhammad Ali? Messi, Kevin De Bruyne, Neymar Junior yoqadi menga. Молодцы. Qaysi jamoaga muxlislik qilasan? Barselonaga. Barselonaga. Juda ham zo'r. Endi aytinglarchi, mana Soccer Kids turnirida hozir ishtirok etyapsizlar. Soccer Kids turnirida sizlar bilan oldin o'ynagan qaysi jamoa bilan o'ynash sizlarga qiziqroq? O'zingizlarni odatda ko'proq turnirlarda to'qnash keladigan jamoalaringlar, shiddatli, intrigali qaysi o'yinlar? Paxtakorlarga qarshi yoqadi, ular kuchli jamoa, zo'r bolalar yig'iladi. Mana hozir zo'r bolalar deyapsan, qaysi bolalarga o'zing do'stona muxlislik qilasan? Qaysi bolalarni zo'r deb hisoblaysan? Paxtakorda Umar, Tima,
Shoh, Sanjar, Muhammad Paxtakor Amin. 2015-yilda to'g'risi gap ketyapti. Tushunarli. Hozir mana savolimga javob beryapsan, qarab tursam, deyarli hammasi Paxtakor bolalari. Endi senga qarama-qarshi bir savolim bor. Mana hozir Phoenix a'zosisan. Nimaga endi hamma do'stlaring Paxtakorda bo'lib, Paxtakor o'yinchilarini mana yaqinlarim o'yinini, istidodini hurmat qilaman deyapsan. Nimaga endi Paxtakor jamoasida o'ynamaysan? Paxtakorda ko'p o'ynaganman. Phoenixda trenirovkalar boshqacha, u yerda вообще boshqacha. Stanislav Kudryashov zo'r Paxtakorda nimaga urg'u beriladi? Phoenixda nimaga urg'u beriladi? Ko'proq Phoenixda chuvstvomichalik qildiradi. Ko'proq chuvstvomichalik, kvadratli o'ynatadi. Birga birlik qiladi. Phoenixda. Paxtakordachi? Paxtakor senga qaysi taraf bilan yoqadi? Hamma pas bilan o'ynash yoqadi. Tiki-takalar yoqadi. Молодец. Muhammad Ali, quyidagi savol senga ham. Tengqurlaring orasida hozirgi kungacha bo'lgan vaqtda o'ynagan qaysi jamoa bilan senga o'ynash ko'proq yoqadi? Shiddatli davom etadi, intrigalar bo'ladi. Menimcha bu jamoalar Do'stlik, Lokomotiv, Bunyodkor jamoalari bilan bo'lgan. Ha, молодец. Aytgin menga o'zingni do'stlaring yoki shu futbol davridan beri davom etib kelayotgan ko'p o'yinlar bo'lyapti, ko'ryapmiz, to'g'rimi? Qaysi bolalarga muxlislik qilasan? Aytaylik, o'zimizni jamoadan tashqari yana iste'dod egalari, shu bolalar zo'r deb kimlarni ayta olasan? Birinchi o'rinda bu Do'stlik jamoasidagi Timurni ayta olaman. Paxtakordagi Umar. Paxtakor B'dagi Imron. Shular menimcha. Молодцы. O'zidan o'tib yana boshqalarni ham nomini tilga olib zo'r bolalar deb aytish ham hammaga emas. Sizlarga rahmat, shunchalik o'zinglarni ham hurmat qilasizlar va boshqa iste'dod egalarini, ya'ni o'zimizning kelajak yulduzlarini tilga olib zo'r deb tan olayotganinglarga ham kattakon rahmat. Navbatdagi savolimiz shundan iboratki, mana qaranglar, hozir Soccer Kids turniri davom etyapti. Muhammad Ali. Soccer Kidsda qanaqa kamchiliklar bor turnirda? Sizlarning taklifinglar yoki shikoyatinglar? Turnirlarga nima o'zgartirishlar kiritish kerak? Nima o'zgartirish kiritsa qiziqarliroq bo'ladi? Yaxshi, turnirlar zo'r, minuslari yo'q. Muhammad Ali, sening fikring? Menimcha hamma narsa yaxshi, o'z o'rnida, norozilik narsalar yo'q. Молодцы, kattakon rahmat. Bu biz uchun juda ham muhim. Soccer Kids jamoasini kelajakdagi planlari juda ham katta. Shu sababdan sizlarning fikringlar biz uchun juda ham muhim. Navbatdagi savolga o'tamiz. Mana o'yin paytida, mashg'ulotlar paytida ustozlar tomonidan tanqidiy baqirishlar bo'ladi. Sen noto'g'ri joyga yugurding, nima qilyapsan, qatga qarading. Endi hamma ustozlar ham deb ayta olmayman. Ba'zi bir emotsiyaga beriladigan, chin ko'ngildan o'zini ushlab tura olmaydigan ustozlar bor, murabbiylar. O'sha murabbiylar ko'proq tanqidiy baqirishlar bor. Shular sizlarga qanaqadir o'yin vaqtida yoki mashg'ulotlar paytida ortiqcha mas'uliyatmi yoki motivatsiya beradimi? Motivatsiya beradi. Zo'rroq o'ynaydi o'yinchisi. Mana shaxsan senga mana Muhammad Umar, ustozing o'yinda o'ynayotsan, qaysidir tanqidiy fikr bilan murojaat qilyaptilar. Muhammad Umar unaqa qilma yoki bunaqa qilma deyaptilar. Qanaqadir tushkun holatga tushib qolasan o'yining ochilmagandan yoki yanada ko'proq harakat qilishga harakatini qilasanmi? Yanada ko'proq harakat qilaman. Молодец. Muhammad Ali, sen qanaqa munosabat bildirasan bunga? Menda hech qanaqa og'ir narsalar bo'lmaydi. Bu narsalar bo'yicha o'zimni o'yinim qilaman. Молодец. Endi murabbiylar bilan bir qatorda ota-onalarimiz ham muxlislik qilishadi bizga, to'g'rimi? Ota-onalarimiz ham murabbiydan kam tanqid qilishmaydi, chunki har bir ota-ona o'zining farzandini zo'r bo'lishini xohlaydi. Ota-onalarni o'yinga yoki mashg'ulotlarga qatnashishiga qanaqa fikr bildirasizlar?
o'yinda, mashg'ulotlarda ota-ona bo'lib, poddershka berib, qanaqadir baqir-chaqir qilgani yaxshimi yoki bu ota-onalarni ko'rib qanaqadir hayajon bosadimi? Например, Paxtakorga qarshi o'ynasa, 5 tasidan o'tib ketaman, 6-chisi olib qo'ysa, hamma roditellar baqirishni boshlaydi, "Молодец, молодец, zo'r" deb. Bu lekin menga motivatsiya beradi. Молодец. Muhammad Ali? Menga har doim bular narsasi yanada motivatsiya beradi. O'zim ustimda yana ham ishlashga yordam beradigan narsalar shular. Xo'p, endi sizlarga berishimiz kerak bo'lgan savollar juda ham ko'p. Agar bu bolalar to'g'risida to'liq informatsiya chiqarmoqchi bo'lsak, kino qilish kerak o'zi aslida. Lekin qisqacha lekin eng kerakli savollarni berib o'tamiz. Muhammad Umar, navbatdagi savolim ko'proq senga tegishli. Seni ijtimoiy tarmoqlarda shaxsan men ham kuzataman. Sen bilan baravar o'g'lim bor, u kuzatadi. Aytaylik, ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistondan, nafaqat O'zbekistondan, ko'p davlatlardan ko'pchilik kuzatadi. Seni ko'rib turibmiz, Ispaniyaga borib mashg'ulot o'tib kelding. Turkiyaga Fenerbahchega adashmasam, Fenerbahchega bording. Aytgan nima sababdan etlarga boryapsan va o'zbek futboli bilan aytaylik Ispaniya futbolini, Turkiya futbolini qanaqa kamchiliklari yoki qanaqa farqlari bor? O'zbekistonda oyog'iga tepishadi, u yoqda tortishadi, itarishadi, lekin oyog'iga tepishmaydi. Turkiyada ovqatlari yaxshi, bolalar yaxshi o'ynaydi paslar bilan. Ispaniyada trenirovkalari zo'r. Kelajakda niyatinglar qanaqa? Misol uchun, Muhammad Ali, kelajagiga o'zingni oldingga qo'ygan maqsading qanaqa? O'zimni oldimga qo'ygan maqsadim Chin dildan maqsading. Abduqodir Husanovga o'ynab, chet el Premier Liga, La Liga komandalaridan bittasida o'ynash. Молодец. Muhammad Umar, kelajakda niyatlaring, orzularing, qanaqa futbolchi bo'lmoqchisan, qaysi jamoada o'ynamoqchisan yoki kelajakda o'zingni oldingga qo'ygan maqsadlaring? Kelajakda men zo'r o'yinchi bo'lishim kerak, Barsada o'ynashim kerak, Messidan zo'r La Ligada yutishim kerak. Va albatta, boya aytganingizdek, O'zbekiston bayrog'ini yuqori o'rinlarga ko'tarib, shu ikkita bola kelishi bilan o'zimiz suhbat qilganimizda qisqacha savol bersam, birinchi oliy maqsadinglar nima desam, shu ustozlarimizni, ota-onamizni gapiga quloq solib va albatta O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, O'zbekistonni jahon chempionatlariga olib chiqish degan javobni berishdi. Men to'g'risini aytsam ta'sirlandim bu javobdan. Sizlarga kattakon rahmat bu javob uchun. Muhammad Umar, Muhammad Ali har bir insonni hayotida o'zini birinchi murabbiysi bo'ladi va shu inson uchun ko'proq mehnat singan ustozlar bo'ladi. Bilaman, Muhammad Umar, juda ham ko'p ustozlarni boshida aytib o'tding. Lekin shunaqa savolimiz borki, shu ustozlaring orasidan sen uchun ko'proq mehnat singan, seni Muhammad Umar bo'lib top jamoalarda o'ynashingga ko'proq sababchi bo'lgan qaysi ustozingni ayta olasan? O'zman trenerlarim ko'p bo'lgan. Ha, bilamiz. Eng zo'r trenerlar nomini aytib o'tding, to'g'ri. Lekin qaysi ustozing? Qaysi ustozlaring o'zi ko'proq mehnat singan san ustingda? Bu Aziz akam, Stanislav Petrovich va Jahon akam. Aziz aka Paxtakor Kids. Aha, Stanislav Petrovich Phoenix va Jaha Coach. Jaha Coach. Juda ham ajoyib. Aytaylik, shularning orasida aynan bittasini tanlash kerak bo'lganda, misol uchun, senga ko'proq mehnat singan, senga ko'proq yaxshi jihatlari bilan yaqinroq bo'lgan qaysi ustozing? Bu Jahon akam. Jahon aka. Молодец. Endi menga senda shunaqa imkoniyat bor, shu ustozingga dilingiga minnatdorchilikni bildirish. Отблагодарить. Как ты бы отблагодарил своего первого тренера? Jahon chempionatiga chiqsam, yuzlarini yorug' qilaman. Muhammad Ali, senga xuddi shunaqa savol. Seni Surxondaryodan Toshkentga kelib,
Chig'atoy jamoasida liderlardan biri bo'lib o'ynashingga sababchi bo'lgan qaysi ustozingni aytib o'ta olasan? Ularning ismlari Fazliddin Xolmurodov. Ular menga juda katta yordam qilganlar. Menga faqat ular yordam qilmaganlar. Menga Botir akam ham juda katta yordam qilganlar. Men ikkalalarini ham yuzini yorug' qilishga harakat qilaman. Botir Xoliyev, Chig'atoy jamoasi murabbiysi. Juda ham ajoyib. Sizlarni to'g'risini aytsam, fikrlaringizdan hozir men o'zim ta'sirlanib ketdim. Sizlarga juda ham katta rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli Soccer Kids kuzatuvchilari, sizlarga ishontirib ayta olamanki, shu yigitlar nafaqat bular Soccer Kids jamoasida turnirida ishtirok etayotgan har bir futbolchi borki, niyati oliy. Ya'ni O'zbekiston sha'nini himoya qilish, O'zbekiston bayrog'ini yuqori o'rinlarga olib chiqish va O'zbekiston tarkibida jahon chempionlari bo'lish. O'zbek millatini butun jahonga targ'ib etish. Muhammad Umar, Muhammad Ali sizlarga Soccer Kids jamoasi nomidan bir kichkinagina esdalik sovg'amiz bor. Qabul qilasizlar. Uyingizda bilaman, ko'p, lekin yana qo'shib qo'yasizlar. Muhammad Ali. Sizlar bilan yana mazza qilib gaplashib o'tirgim kelyapti, lekin efir vaqti o'zini nihoyasiga yetyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, Soccer Kids jamoasi o'zini minnatdorchiligini bildirgan holda keyingi sonlarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr deymiz. Hammangizga kattakon rahmat.